Seydeme. Ay ödeliye bak, buna bak. Tutsana, gidiyor bas. Tutsana seni. Neyse bırak ya. Ha, duaktan keresi kumuluyor. Gitti. Teydi. Durun. Bunun kırasına. Ana. Neyse bırak yakmalı üstü. Beş. Değmeydi buna, değmeydi. Bu kadar da tüm çet yaptı ama bu kadar. Bunu ondan gelesi gerek. Böyle maşallah. Ha. Hiç olmazsa bir kaç çıkanı bak arasında. Ana değdi. Ana. Vay. Ben şimdi. Vaz ettirmedim şu. Zabo. Oh böyle. Görüp ilerleyin. İlerle. Yine purut gibi böyle. Niye leşiramıyor? Ey taraf. Boylar büyük takibiydi. Boylara ne yap bura? Hey denglem açıldı. Vuuu gitti. Ama. Sen bin geleverinle hiç kim ötelmedik geldiniz ahir. Oydan oğulak ey. Bir havam tümen. Yimanga ayda yimanga. Nexia bir legenda. Yaman geldi canavar. Açıldı yine Xudan xalasa geleverəslər. Ming bor uzr, menki boshidan ololmadim, oxiri ham yo'q. Boshi ham juda ko'chani boshi mashhuradan boshlanib kelganda. Endi bir akukayski bir do'stona bir suhbat. Akalar, zararmi shu metan o'lib ketsin? Ko'chada itak mana hozir taksistni ham, boshqasini ham ko'rsang, normal narxda yuradi. Vohima ha. Mana metan yo'q, narsa yo'q. Yolg'onki itak ko'chada narxlaring oshgan-ku. Başka momentda o'zlaring qiynagandan onasining katta mashinalarni qarab, benzinga o'tinglar bir hafta sovuq sotishda o'chirib bo'ladi. Bir hafta baraka topkur benzinda yuringlar, benzinda. Zararmi shu sovuqqa kelib 3 soatlab o'tirishingizga arziymi? Bola-chaqa o'tirib. Sen joying bor. Mana metan zapravkalarimizda o'chiritimiz boshlandi. Hademay 40 km tezlikda ketyapmiz. 8 soat yursak ham bu o'chirib tugamaydi. Ha, metanchilar ozgina chidanglar, ozgina qoldi, ozgina. Gaz kelmaydi, bahor keladi, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Chidanglar, mana qaranglar mana. 50 km tezlikda ketyapmiz, o'chirt olib tugagan yo'q. Mana o'chirit, mana shu yergacha mana. Ha, bu tomoni bog'i ketdi, bog'i namunagacha. Metanchilarga sabr tilaymiz. Yaqinda ozgina qoldi, yoz keladi. Metanchilarimiz mana ketdi Aysha xolasinikigacha. Men kutib o'tiribman, mana ki.
Mana shu zapravka soat 1dan beri kutib o'tirman, soat 1dan beri. Umuman mana to'ldirib berishmadi, Futsitidaman. Shalba qilaman, shalba. Iltimos, ana shu zapravkalarni ochib qo'yinglar vaqtida. Vaqtida ochib qo'yinglar zapravkalarni. Iltimos. Prezidentdan so'rayman, Shavkat Mirziyoyev, Miroyonch, yordam qiling. Men 5 ta bolam bilan kelganman shaqqa. Zapravkani ochib qo'yinglar. Men noroziman. Futsitini yonidaman. Futsitini yonidaman. Ochib qo'yinglar. Boz! Ana chiqilib ketdi bir-biriga. Qoldi. Ha, ketdi. Xudo xolasa asl do'stlar bemalol kelib salik tarasinglar. Mashinalarimiz ko'p. Mana ahvol. Qordan bo'lasizlar, dabardatib kelib quyitaringlar. Lekin mashinalarni sal davolamanglar do'stlar. Xudo xolasa ish faoliyatini boshladinglar. Yetdi davay. O'zbekistonga keyin yetmanglar. Tanga navbat boshlanmadimi? Boshlandimi aka? Qor yog'sa qotadi gaz. Gaz qotmaydi, kranniklari qotib qoladi. Ocha olmaydi. O'tkayli ko'ruvdim vodiyni yo'lida. Mana u zapravkaga uchutga turgan Damas keyingi zapravkani oldida turibdi. Navbat kelib qolibdi desam, bizni haraginga aka deydi.